Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni avvalo xalqimizga xos mehr-muruvvat, bag'ri kenglik hamda saxovat ifodasi bo'lib kelgan ulug' va muborak ayyom Ramazon hayiti bilan samimiy tabriklashga ijozat bergaysiz. Bugun aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini yoqilg'i energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, amalga oshirilgan va rejalashtirilgan ishlar hamda energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish va ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari haqida ma'lumot beramiz. Energetika sohasida 2024-yilda umumiy quvvati 2787.9 megawattga teng bo'lgan elektr stansiyalari ishga tushirildi. Shundan quyosh fotoelektrostansiyalari quvvati 1000 megawattni, shamol elektr stansiyalari quvvati 800 megawattni, issiqlik elektrostansiyalari quvvati 965.2 megawattni hamda gidroelektrostansiyalari quvvati 22.7 megawattni tashkil etdi. 2024-yilda yurtimizdagi quyosh va shamol elektrostansiyalari tomonidan 4 milliard 860.5 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mazkur hajmdagi elektr energiyasi 2 milliondan ziyod xonadonning 1 yillik ijtimoiy normasini tashkil etadi. Buning natijasida 1 milliard 470 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishildi. Atmosferaga 2 million 40 ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olindi. Quyoshli xonadon dasturi orqali 2024-yilda xonadoniga quyosh paneli o'rnatilgan jami 10.826 nafar fuqaroga davlat tomonidan 12 million 182 ming kilovatt soat elektr energiyasi uchun 12 milliard 182 million so'm to'lab berildi. Ya'ni ushbu mablag'lar Davlat soliq qo'mitasining soliq mobil ilovasi orqali yuqoridagi fuqarolarning bank plastik kartalariga o'tkazib berildi. 2024-yilda respublikamizda 81.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. O'tgan yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2016-yildagiga nisbatan 22.5 milliard kilovatt soat yoki 38% ko'pni tashkil qildi. Shundan iste'molchilarga 67.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berildi. Bu esa 2016-yildagiga nisbatan 21.8 milliard kilovatt soat yoki 48% ko'p elektr energiyasi yetkazib berildi deganidir. Ushbu ishlar 2025-yilda ham izchil davom ettiriladi. Xususan jami quvvati 4,5 gigawattga teng bo'lgan yirik quvvatli quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish, quvvati 785 megawatt bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish, quvvati 225 megawatt bo'lgan gidroelektrostansiyalarni barpo etish hamda 1782 megawatt elektr energiyasini saqlash tizimlarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yurtimizda ishlab chiqarish hajmlari keskin oshirib boriladi. Biroq ushbu resurslar hajmini qanchalik oshirmaylik, ulardan samarali va tejamkorlik bilan foydalanmasak, ta'minot barqarorligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu bois energiya resurslaridan samarali foydalanish dolzarb masala hisoblanib, bu borada tizimli ishlar amalga oshiriladi. Masalan, energiya resurslarining eng ko'p sarfi avvalo iqtisodiyot tarmoqlariga to'g'ri keladi. Eski davrlarda qurilgan zavodlar ekologiya va energiya samaradorlik talablariga javob bermagan. Yillar davomida modernizatsiyaga yetarli e'tibor qaratilmagan. Ba'zi joylarda elektr va gaz kunlab bo'lmagan. Sanoat korxonalarida iste'mol hamda yo'qotishlar ko'p bo'lgan. Shu bois so'nggi yillarda iqtisodiyot sohalari energiya samaradorligi jihatdan yangilanmoqda. Yirik korxonalar va energetika tarmoqlari kesimida alohida dastur amalga oshirilmoqda. 2030-yilga borib, mamlakatimiz aholisi 41 million nafarga yetishi, iqtisodiyot 2 karra o'sishi kutilyapti. Bu energiya resurslariga bo'lgan talabni hozirgidan 1,5 karra oshiradi. Shuning uchun yangi loyihalarni ishga tushirib, quvvatni ko'paytirish bilan birga energiya tejash choralarini ham hozirdan ko'rib borish zarur. Buning uchun yangi loyihalar qilib, ishlab chiqarishni ko'paytirishni o'zi bilan cheklanib qolmasdan
energiya tejamkorlik va samaradorlik masalalari juda qattiq ishlash kerak. 2025-yilda 4,4 milliard kub metr tabiiy gaz, 6 milliard kilovat soat elektr energiyani iqtisod qilish bo'yicha reja olinyapti. Hurmatli prezidentimiz ko'rsatmasiga muvofiq o'tgan yilgi tajribani davom ettirib, joylarda energiyani tejash imkoniyatlari olimlar ishtirokida ilmiy asosda o'rganilmoqda. Xususan Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxdagi o'rganishlarda 870 million kilovat soat elektr energiyasi va 420 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilishning yangi imkoniyatlari aniqlandi. Masalan, bu viloyatlardagi kichik va o'rta sanoat korxonalarining 35 mingga yaqin eskirgan uskunalarni tejamkorga almashtirib, yiliga 385 million kilovat soat elektr energiyasi va 50 million kub metr tabiiy gazni tejash mumkin. Qolaversa, tuman va mahallalarda energiyani iqtisod qilish bo'yicha mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish bo'yicha rejalar ishlab chiqilgan. Xususan 300 ta mahallada 100 megavatlik kichik quyosh stansiyalari barpo qilinib, shu yilning o'zida 45 million kub metr tabiiy gaz tejashda bo'ladi. Bundan tashqari, kanal va soylarda quriladigan 1000 dan ziyod mikrogeslar hisobiga qo'shimcha 175 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqarish va 40 million kub tabiiy gazni tejash maqsad qilingan. Ko'chalarni yoritishga ham quyosh panellarini chiroqlarni o'rnatish orqali yiliga 100 million kilovat soat elektr energiyasini sarflash hamda iste'molni 2 karra kamaytirish rejalashtirilgan. Shu kabi imkoniyatlar hisobidan bu yil 1,1 milliard kub tabiiy gaz va 2,6 milliard kilovat soat elektr energiyasini iqtisod qilish ko'zda tutilmoqda. Aytish joizki, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 26 mart kuni energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari bo'yicha o'tkazgan yig'ilishda ham bu vazifalarni yana bir karra qayd etib o'tdilar. Birinchi navbatda yirik sanoat korxonalarida zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatish, energiya isrofini kamaytirish zarurligini alohida ta'kidladilar. Hukumatga bu sohada yangicha ijro va nazorat tizimida ishlash topshirildi. Ishxonalar va joylardagi energiyani tejash madaniyatini oshirish hamda juda muhim elektr va gazni behuda yoqib qo'ymaslik, quyosh panellari hamda boshqa muqobil manbalardan foydalanish ham ancha hajmni tejaydi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida aholi zid joylashgani hisobiga olib, ularni energiya bilan ta'minlashda alohida yondashuv ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bu tajriba bosqichma-bosqich boshqa hududlarda ham joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Brifing yakunida muqaddas Ramazon hayiti arafasida sizlarga yana bir xushxabarni yetkazish menga katta quvonch bag'ishlayapti. Bugun muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlari yoqilg'i energetika resurslari bilan ishonchli tarzda ta'minlash, shuningdek aholi hamda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasiga elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarni kuchga kirish muddatini kechiktirish topshirig'ini berdilar. Yangi tariflar oldin rejalashtirilgandek joriy yil 1-apreldan emas, balki 1-maydan kuchga kiradi. 2024-yil 16-apreldagi Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qaroriga buni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritiladi. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi ma'lumotlarimiz qisqacha shulardan iborat edi. Energetika sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar haqida yaqin kunlarda tashkil qilinadigan brifinglarda ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.